Endilikda o'zi chet elda bo'lib, lekin o'zbek operatorlari nomidan o'zbek sim kartalaridan sizga telefon qilib aldaydigan mashinaliklarni, firibgarlarni telefon qilishini oldini olish bo'yicha yangi anti-spoofing tizimi joriy etildi. Videoga ozgina e'tibor bersangiz, bu tizim haqida hamda qaysi operator sim kartalari orqali bu qo'ng'iroqlarga cheklov qo'yish haqida sizga ma'lumot beraman. Raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan joriy etilgan yangi tartibga ko'ra, ya'ni anti-spoofing tizimiga ko'ra, endilikda O'zbekistondagi aloqa operatorlari nomidan, ya'ni 998 kodi bilan boshlanuvchi aloqa operatorlari nomeridan sizga qo'ng'iroq qilingan barcha turdagi soxta qo'ng'iroqlar aniqlanadi hamda avtomatik ravishda bloklanadi. Ushbu tizim hozircha Beeline hamda Mobiuz operatorlari tomonidan joriy qilindi. Bu orqali firibgarlar chet elda turib O'zbekiston foydalanuvchilari nomidan sizga qo'ng'iroq qilib aldashlarini oldini oladi. Shu bilan birgalikda Raqamli texnologiyalar vazirligining xabar berishicha, yaqin kunlarda boshqa mobil operatorlar tomonidan ham bu tizim albatta joriy qilinadi. Ushbu foydali ma'lumotdan ko'proq insonlar xabar topish uchun like bilan qo'llab keting. Profilimizga hamda profilimiz shapkasida turgan havola orqali Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Shundagina doimiy ravishda moliyaviy xavfsizligingizga doir foydali ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib xabar topasiz. Aytgancha o'rtoqlar, umuman xavotir olishga hojat yo'q. Bu tizim avtomatik hamda mutlaqo bepul ishlaydi.